Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi yeridagi Uyg'ur qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultayining uyushtirish bilan Kirman Minshim shahridagi yoshlar bilan birlashib, tonglik markalarning oldida norozilik namoyishimizni boshladik. Maqsadimiz tonglik markalarla Xitoyning bo'lgan tijoriy munosabatini to'xtatish hamda Uyg'urlarning majburiy emgak soha ishlarini to'xtatish. Bu yerda men dunyodagi butun Uyg'urlarni, jumladan yoshlarni bu harakatimizga qo'shilishini umid qilaman. Majburiy emgak to'xtasin, Uyg'urlarga erkinlik. Ich bin Sunorin und komme aus Ostsüdistan. Nike, Puma, Zara und weitere Marken, die Sie hier im Plakat sehen können, werden durch Zwangsarbeit in China produziert. Bitte helfen Sie uns, gegen diese Zwangsarbeit in Uiguren zu kämpfen. Ben bugün bu faaliyetga qatnashib, ko'chadagi hamisiga Uyg'urlarning majburiy emgak qilishini hamisiga anlatdim. Ben bugün bekliş buldum. Ben bugün bu faaliyetga qatnashib, ko'chadagi hamisiga Uyg'urlarning majburiy emgak qilishini hamisiga anlatdim. Ben bugün bekliş buldum. Ich bin Sunorin und komme aus Ostsüdistan. Nike, Puma, Zara und weitere Marken, die Sie hier im Plakat sehen können, werden durch Zwangsarbeit in China produziert. Bitte helfen Sie uns, gegen diese Zwangsarbeit in Uiguren zu kämpfen. Wollen Sie einen Flyer haben? Wollen Sie einen Flyer haben? Bitte schön. Ja, da, die Kollegen. Ja. So, danke. Vielen Dank. Kennen Sie sich schon da ein bisschen aus mit den Uiguren? Ich finde das allgemein. Ach so, ja.